ertaroq uyg'onish uchun, qadaringizga yozilgan shu kunda amallaringizni to'liq ado etish uchun qo'lingizdan kelgan harakatni qilishga qodir emasmisiz? Ummatga foyda keltirish yo'lida ojizlik qilyapsizmi? O'zingizni keraksiz odamdek his qilyapsizmi? Bugun hayotingizni o'zgartirishga yordam beradigan ba'zi amallar haqida gaplashamiz inshaalloh. Mashoyixlar barakallohu fihim ta'kidlaydilarki, uyquga yotishdan avval tahorat olish, niyat qilish hamda erta uxlash juda muhimdir. O'zimizga bomdod namozini masjidda jamoat bilan o'qishga beriladigan ajrni, bomdodni o'qish munofiqlarga qiyin bo'lishini eslatishimiz lozim. Bu albatta bizni xavfga soladi. Ammo shu maslahatlardan keyin ham bomdodning ahamiyatini bila turib ham nima uchun erta tongda uyg'ona olmayapmiz? Nima bo'lyapti bizlarga? Bugun bu masalada o'zingizni bu kabi yomon odatlaringizni o'zgartirishga yordam beradigan bir nechta tavsiyalar beramiz. Bugun bomdod namoziga uyg'onasiz inshaalloh. Birinchi ishni fikrlashni o'zgartirishdan boshlang. O'zingizga buni qila olaman deb va'da bering. Alloh taolodan yordam so'rab, "Ya Alloh, yaxshi tomonga o'zgarishimga, bomdod namoziga uyg'onishimga yordam ber" deya duo qiling. Ikkinchisi qiyamul layl, ya'ni tungi tahajjud namozi. Agar ishingiz jiddiy bo'lsa, buni anglagan holda ertalab uyg'onib ish vaqtiga taqab bormaysiz, balki mas'uliyatni his qilgan holda biroz ertaroq borib tayyor turishga harakat qilasiz. Namozda ham xuddi shunday. Agar qiyamul laylga niyat qilib tahajjud namozini ado etsangiz, shubhasiz bomdodni o'tkazib yubormaysiz. Olimlar aytganlaridek, biror hojatingiz bo'lsa, tahajjud namozida uni sidqidildan so'rab duo qiling. Keyingi omil yordamchi jamoa. Alloh subhanahu va taolo innamal mu'minuna ikhwa, albatta mu'minlar birodardirlar deya bizni birlashishga buyuradi. Alloh subhanahu va taolo bizlar bir bo'lib, o'zaro yordamchi bo'lishimizni istaydi. Shunday ekan, yordamchi guruh tuzib oling. WhatsApp, Telegram kabi ijtimoiy tarmoqlarda turli guruhlar tashkil qilganmiz. Keling bomdod uchun ham bir guruh ochaylik. Bir-biringizga qo'ng'iroq qilib, bomdodga uyg'oting. Masjidda ko'rishishga kelishib oling. Masjidda birgalikda Qur'on tilovat qilasiz, namoz o'qiysiz. Shu bilan bir-biringizga yordam berib, bir-biringizni ibodatga undayotganingizning guvohi bo'lasiz inshaalloh. Keyingi omil, kuningizni aynan bomdod vaqtidan so'ng boshlang. Vazifalaringizni aynan shu vaqtga rejalashtiring. Bomdoddan so'ng darrov ishlaringizni boshlang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam, "Ey Allohim, ummatimning barvaqt qilgan ishlarida baraka bergin" deganlar. U zot alayhissalom bizlar uchun duo qilganlar. Biz esa biror narsaga erisha olmayotganimizni, baraka yo'qligini gapirib yuramiz. Payg'ambarimiz alayhissalomning duolariga ishoning. Erta uyg'oning. Kuningizni bomdoddan keyingi vaqtdan boshlab rejalashtiring. Uchrashuvlaringizni aynan shu vaqtda belgilang. Bomdoddan so'ng kuningizni boshlang. Navbatdagi omil badan tarbiya. Bomdoddan keyingi vaqt ishingizni boshlashingiz, uchrashuvlar belgilashingiz uchun juda ertalik qiladigan bo'lsa, o'zingiz uchun mashq qiling. Yugurishga chiqing. Badaningiz salomatligiga qayg'urishingiz kerak. Jasad kuchli bo'lsa, ruh tetiklashadi. Ruhan bardam bo'lganingizdan so'ng, albatta Alloh taoloning izni bilan bomdodga uyg'ona olasiz. Keyingi omil taomlanishingizga e'tibor bering. Ko'p tanovul qilib yubormang. Qorningiz ochib qolsa, 20, 21, 22, 23:00larda ham ovqatlanavermang. Nafsingizni nazorat qilishni o'rganing. Ko'p tanovul qilmang. Ertaroq uyquga yoting. Chunki ovqat insonni charchatadi, zaif qilib qo'yadi. Bundan keyin esa bomdodga uyg'ona olmasligingiz muqarrar. Keyingi omil, bomdod kuningiz qanday o'tishini belgilab berishini unutmang. Kuningizni solih amali bilan boshlang. Bu sizga kuch bag'ishlaydi. Kun davomida bajaradigan ishlaringiz barakali bo'ladi. Unutmang, ummat uchun sizning qo'lingizdan ko'p narsa keladi va ummat aynan sizga muhtojdir. Da'vat sizga muhtojdir. Ummatga manfaat keltiring. Ummat holini o'zgartiring. Biz sizga muhtojmiz. Uyg'oning. Shu bugun uyg'oning. Bugundan o'zingizni o'zgartiring inshaalloh. Ba'zan gunoh qilish juda ham oson tuyuladi. Ammo bomdod namoziga uyg'onish, masjidga kelib, islomiy davra suhbatlarida qatnashish, taroveh namozida tik turish qiyindek go'yo. Nima uchun bunday? Chunki shayton insonga vaqtni behuda o'tkazishni chiroyli qilib ko'rsatadi. Trinidadda odamlar orasida lying degan so'z bor. Bu so'z nima ma'no bildirishini tushunmagandim, keyinroq bilib oldim.
hech narsa qilmasdan bekorchi suhbatlar qilib o'tirishni shunday deyishar ekan. Shundaylarni namozga chorlasangiz, Qur'on qiroatini eshitgan, masjidda tashkillashtirilgan tafsir darslariga qatnashgan deb ko'ndirsangiz ham, bu narsalarga 5 daqiqagina sabr qila oladilar. Keyin kiyimiga chumoli kirib qolgan odamday turib darsdan chiqib ketishni istab qoladilar. Allohu akbar. Nima uchun bunday? Birodarlar va opa-singillar, shaytonning quyidagi gaplariga e'tibor bering. U sizlarning ustingizda mening hukmronligim yo'q. Men biroz vasvasa qildim. Yomon amallarni chiroyli ko'rsatdim xolos. Endi qilgan ishingizga o'zingiz javob berasiz deydi. Alloh subhanahu va taolo bizni uning vasvasalariga ergashishdan asrasin. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo unga shukr keltirsak, ziyoda qilib berishini va'da qiladi. Shukr keltirish uchun esa u zot subhanahu va taoloning bizlarga ato etgan ne'matlari haqida tafakkur qilishimiz lozim. Yaxshilab mulohaza qilmagunimizcha, Alloh taolo bizlarga tortiq qilgan ne'matlarning ko'plarini sezmaymiz hatto. Va shu haqida Alloh taolo marhamat qilib, Allohning ne'matlarini sanasangiz, sanog'iga yeta olmaysizlar deydi. Haqiqatan ham ne'matlarni sanab tugatib bo'lmaydi. Bugundan sanashni boshlasangiz, 1 kun, 2 kun, 5 kun, 10 kun, juda ko'p kunlarning har birini undagi minglab ne'matlar bilan qo'shib sanashingizga to'g'ri keladi. Hattoki faqat ko'zingizdagi ne'matlarni sanab ham sanog'iga yeta olmaysiz. Tibbiyot faqatgina ko'zingiz borasida millionlab haqiqatlarni, ne'matlarni aytib bera oladi. Buni o'rganishni boshlasangiz, 1 yilda ham tugata olmaysiz. Alloh subhanahu va taolo bizlarga chuqur tafakkur qila olishimizni muyassar qilsin. Ko'zi ojiz insonlardan so'rab ko'ring bu ne'mat ta'rifini. Subhanalloh. Ko'zlaringiz haqida o'ylab ko'ring. Ko'zingizning biror qavariq joyi yo'qki, atrofni to'g'ri ko'ryapmanmi deb shubhalanishingizga hojat yo'q. Birodar, tashqariga chiqib atrofga nazar tashlang. Qorong'u bo'ladimi, yorug' bo'ladimi? Narsalar sizga o'z holicha ko'rinadi. Hamma narsaning rejasi Alloh taolo tomonidan tuzib bo'lingan. Barchasining mudabbiri Alloh taoloning o'zidir. Bular u zot bizlarga tortiq qilgan hadyalardir. Agar butun umrimizni Alloh bizga bergan kislorod uchun shukr keltirish maqsadida birgina sajda bilan o'tkazib yuborsak ham, vallohi bu bilan ham shukr batamom bo'lmaydi, yetarli bo'lmaydi. Hayotimiz saqlanib qolishi, bir marta yurak urishi uchun million dollar to'lasak ham, vallohi to'laganimiz bunga yetarli emasligini anglab yetamiz. Tasavvur qiling, har bir yurak urishingiz uchun shunchadan to'lov qilishingiz kerak bo'lganida nima bo'lardi? Bir kunda 136 ming marta uradigan bu yurak uchun qanday qilib shuncha to'lov qila olardingiz? Hech bo'lmasa har yurak urish uchun 1 sentdan to'lay olarmidingiz? Birodarlar, opa-singillar, sizlardan bu talab qilinmayapti-ku. Hatto namoz ham o'qiy olmaysizlarmi? Hech bo'lmasa kundalik 5 vaqt namozni to'liq ado etishga qodir emasmisizlar? Alloh taolo sizlarni har kuni 136 mingta yurak urishi bilan rizqlantirib qo'yibdi. O'zingizni do'zaxdan qutqarib qolinglar. Yurak urishingiz to'xtab qolishi sizning tamom bo'lganingizni bildiradigan vaqt har zamon eshik qoqib turibdi-ku. Shunda ham bomdod namozi uchun uyquyingizdan kecha olmaysizlarmi? Alloh subhanahu va taolo bizlarga yordam bersin, bizlarni hidoyat qilsin. Bizni shaytonning changaliga tushib qolishdan asrasin. Biz sog'lomman deb o'ylaymiz, ammo bir soniyada shunday holatga kelib qolishingiz mumkinki, shifokor birodar miyangizda o'simta paydo bo'libdi deya tashxis qo'ysa-ya. Alloh taoloning o'zi asrasin. Barcha kasal va bemorlarga o'zi shifo bersin. Bugundan o'zingizni o'zgartiring, inshaalloh.